Tasavvur qiling. Bir davlat bor. Qadimiy, katta, murakkab, minglab odamlar, yuzlab shaharlar, o'nlab savdo yo'llari, soliqlar, elchilar, urushlar, diplomatiya, din bozor, sud, maktab, karvonlar. Va endi savol, bu davlatni kim boshqaradi? Ko'pchilik amir deydi. Podshoh, xon, hukmdor. Lekin tarix ko'pincha boshqacha ishlaydi. Ba'zan eng katta qarorlarni taxtda o'tirgan odam emas, balki hujjatlar orasida yo'qolib ketgan odam qabul qiladi. Bu video shunday odam haqida. Unvoni yo'q, brendi yo'q, haykali yo'q. Lekin u butun bir davlatni boshqargan. U odam Qushbegi. 18 asr. Markaziy Osiyo. Bugungi O'zbekiston hududi. Buxoro amirligi bu shunchaki shahar emas edi. Bu siyosiy markaz, savdo tuguni, diplomatik o'yin maydoni. Rossiya imperiyasi bilan muzokaralar bor. Eron bilan aloqalar bor. Afg'oniston bilan tortishuvlar bor. Xiva va Qo'qon bilan raqobat bor. Bu davlat global xaritada kichik emas edi. U buyuk imperiyalar orasida yashagan. Va shu tizim ichida bir odam bor edi. U na amir, na xon, na shoh. Lekin hamma ishlar undan o'tardi. Qushbegi so'zi turkiy kelib chiqishga ega. Qush qarorgoh, lager, shtab degani. Begi boshliq, rahbar demakdir. Ya'ni so'zma-so'z shtab boshligi. Avval bu harbiy atama edi. Keyin esa butun davlat boshqaruviga aylandi. Yevropa tilida buyuk vazir. Zamonaviy til bilan siyo. 1756-yil. Mangitlar hokimiyatni mustahkamlaydi. Hudud keng, aholi ko'p, savdo murakkab. Bir odam bularning barchasiga ulgurmaydi. Amir urushlar bilan band, diniy legitimlik bilan band, tashqi siyosat bilan band. Davlat esa har kuni ishlash kerak. Shuning uchun tizimga qarorlarni jamlaydigan, hujjatlarni nazorat qiladigan, kadrlarni boshqaradigan figura kerak bo'ladi. Va shu yerda Qushbegi paydo bo'ladi. Eng muhim jihat, Qushbegi lavozimi meros bo'lmagan. U qon bilan emas, ishonch bilan berilgan. Bugun bor, ertaga yo'q. Hammasi amir ishonchiga bog'liq. Bu nimani anglatadi? Bu siyosiy bozor. Doimiy raqobat. Doimiy xavf. Buxoroda bitta emas, 2 Qushbegi bo'lgan. Yuqori Qushbegi, Qushbegi Bolo. U barcha viloyat beklariga buyruq beradi. Hujjatlar undan o'tadi. Amirga har kuni hisobot qiladi. Quyi Qushbegi, Qushbegi Poyon. Soliqlar, zakot, zarbxona, byudjet. Bugungi til bilan moliyachi. Ba'zan esa bitta odam hammasini oladi. Qulli Qushbegi. Ma'muriyat, moliya, kadrlar, xavfsizlik. Real hokimiyat qayerda edi? Rasmiy javob amirda. Amaliy javob hujjatlarda. Kim ma'lumot oqimini nazorat qilsa, qarorlar shunda bo'ladi. Birinchi Qushbegi Muhammad Davlat. U boshqaruvni byurokratik tizimga aylantirgan. 1790-1812-yillar. Utkurbi. U davlat apparatini real tizimga aylantiradi. Keyin Muhammad Hakimbi. Rasmiy meros yo'q. Lekin siyosiy sulolalar paydo bo'ladi. Eng dramatik hikoya Muhammad Bey. Avval oshpaz, keyin xizmatkor, keyin saroy, oxiri Qushbegi. Bir paytlar qul bo'lgan odam butun davlatni boshqaradi. Bu meritokratiya. Bugun Toshkentda 200 ming hujjat bor. Qushbegi kanselyariyasi, UNESCO xotirasi, ark tizim yuragi. Avval byurokratiya, keyin taxt. Amir sahna, Qushbegi mexanizm. Davlatni brend emas, mexanizm ushlab turadi. Buxoro iqtisodi romantika emas. Hisob-kitob, omborlar, yo'llar, xavfsizlik, soliq. Har bir karvon qayerdan keldi, nima olib keldi, qancha boj to'ladi.
Hammasi qushbegi stolida. Pul qayerda bo'lsa, hokimiyat shu yerda. Kim moliyani kursa, kimni kutarish yoki chetlatish mumkinligini biladi. Kadrlar, beklar, qozi, mirshab, soliqchilar. Hammasi qushbegi orqali tayinlanadi. Sudlar va jazolar. Shikoyatlarni ko'radi, tergov buyuradi, jazoni taklif qiladi. Real yechim shu yerda. Eng muhim narsa, u doim xavf ostida edi. Faqat amir ishonchi va natija himoya qiladi. Zamonaviy parallel, sen kim bo'lishni xohlaysan? Sahna karyerasi yoki tizim karyerasi? Birinchi yo'l, brend, ko'rinish, sahna, tez o'sish, yuqori risk. Bu amir. Ikkinchi yo'l, tizim qurish, bilim, jarayon, sabr, sekin o'sish, uzoq barqarorlik. Bu qushbegi. Bugungi dunyoda tender konsultant, project manager, compliance officer. Lavozim ko'rinmas, lekin ish sensiz yurmaydi. Tarix shuni ko'rsatadiki, davlatlar ham, imperiyalar ham yordamchilar bilan yashagan. Amir bo'lmagan odamlar bilan. Professional haqiqat, eng qimmat odamlar, qaror tayyorlaydiganlar, risk ko'radiganlar, tizimni biladiganlar. Nega aynan biz uchun muhim? Chunki hozir davlat va biznes institutga aylanmoqda. Brendlar emas, tizimchilar kerak. Men hech qachon motivator bo'lishni xohlamadim. Men ishlaydigan odam bo'lishni xohladim. Jim, lekin aniq. Bu qushbegi yo'li. Tarixda amirlarni eslaymiz. Lekin hayotda bizga qushbegilar kerak. Ular tizimni ushlab turadi, inqirozni yengadi, kelajakni quradi. Hamma davlatlar sahna bilan emas, qushbegilar bilan yashaydi. Va ehtimol siz ham ulardan birisiz.